Assalomu alaykum do'stlar. Xo'shaloq juma ayyomi va hayit ayyomi muborak bo'lsin. Hammangizni bayram bilan tabriklaymiz va mana shu ertaga keladigan Navro'z ayyomi bilan ham tabriklaymiz. Va mana shu Sirojiddin akani qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonga rahmat aytamiz. Duo qilib turingizlar. Mana shu ulug' ayyom kunlari oilasida bemorlarga shifo bersin, bemorlari bo'lsa, o'zlariga ham mana shu yaxshi kunlarda yaxshilik bo'lsin, ozodlikka chiqib qolsin, hammasi yaxshilikka bo'lib ketsin. Ko'pchilik aytayapti, nimaga borib quruq gapiryapsiz, amaliy yordam bermayapsiz, tergov jarayoniga borib yoritmayapsiz, sud jarayonlarida qatnashmayapsiz deb aytayapti. Men O'zbekistonda emasman, birinchidan bora olmayman, ikkinchidan hali sud jarayoni bo'lgani yo'q, tergov harakatlari ketyapti. Yana bir jihati, bu gapni asosan menga emas, o'sha O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan, O'zbekistonda ichki ishlarga aralashib chiqayotgan blogerlarga aytingizlar. Bu bir. Keyin yana bir jihatda mana shu hozir ismi esimdan chiqdi, bitta bir qarab o'taydi. Hozir ismi esimdan chiqib qoldi. Haqiqat ovozini yangi bitta admini bor edi, o'sha akani men ko'rdim. Xurshid Shonazarov, Xurshid akani men kanaliga kirib ko'rdim, videolarini ko'rdimda telefon nomerlari yo'q, bog'lanishda imkoni bo'lmadi. O'sha akaga aloqaga chiqib, nima yordam qilsak bo'ladi birgalikda deb bir gaplashmoqchi edim. Agar taniydiganlar bo'lsa menga yozingizlar, bir bog'lanib ko'ray mana shu aka bilan. Keyin aytayaptiki, Sirojiddin Media'ni uyiga o'sha tekshirishga borganda deyishyaptiki, shunday katta bloger, shunaqa auditoriyasi katta bloger shu uyda yashaydimi deb hayron qolishdi deyapti. Uyidan mana shu menga bitta plastik kartani aytibdi, shu kartada o'sha Sirojiddin aka aytibdiki, menga u ichkariga narsa kirg'izingizlar, mana shu kartadan pulni sarflab desa, o'sha shunday katta 1 millionga yaqin auditoriyasi bor Sirojiddin Media'ni odamlarni pulini unaqa qilib edi, bunaqa qilib edi deyotganlarga 3 million so'm puli bor ekan. Qarang, oila jamg'armasida 3 million so'm puli bor. Birinchidan 30 million oldi deganlar bu yolg'on gap, 30 million emas, bu bir. Ikkinchidan o'sha 10 million deganda ham buni advokatga berdi. Undan tashqari 2 million 3 million so'm atrofida o'ziga o'sha borib kelish xarajatiga ketgan jihati bo'lyapti. Bu katta summa emas, 2-3 million so'm shu tomonlari bor. Keyin nima uchun quruq so'z bilan faqat gapirib chiqyapsan deyotganlarga ham yana bitta gap. Biz qaysi tomondaligimizni ko'rsatib turibmiz. Jim turishdan tiyildik biz. Fikrimizni bildiryapmiz va ko'rsatib qo'yapmiz qaysi tarafdaligimizni ham. O'zbekistonda bo'lmasak ham o'sha Sirojiddin Media'ni boshqa blogerlarga nisbatan ham ancha nima deydi endi, xolisroq yondashgani va samimiyligi uchun ham Sirojiddin Media tarafdamiz. Xudo xohlasa hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Duo qilib turingizlar, Sirojiddin Media'ni yaxshi bo'lib ketsin hammasi. Hammangizga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.